Qadimdan tartib kishilar osmonni bo'ysundirishni izchil sinab keldi. Tarixdagi tunji aeroplanni Akuhko rayetlar yasagan. Amerika tug'ilgan ular 1903-yili ikkinchi qatim aeroplan haydashga e'lon qilgan hamda muvaffaqiyatli holda uchishni amalga oshirdi. Aeroplan texnikasi va purkish motorining taraqqiyotiga ergishib, ilgari necha hafta piyoda mangadigan joylarga hozir bir necha soat yoki bir necha minut ichida yetib borg'ili bo'ladi. Hozir qadar bir qism g'alati maxluq darajalik harbiy aeroplanlarni odatdagi kishilarla emas, hatto tajribali uchuvchilarni jalb qiladi. Siz bularga qizqamsiz. Sinchoq film salonining ko'rmanlari yaxshimisizlar? Bugun siz uchun Avasiya tarixidagi eng tez 10 aeroplanni tunishtiramiz. 10-chi Su-27 kurashchi aeroplan. Bu qadimgi rad tartibi Su-27 kurashchi aeroplandan boshlanadi. Su-27 kurashchi aeroplanning barliq kelishi 1977-yildan boshlangan. Bu aeroplan F-15 tipli kurashchi aeroplanga qarshi turish uchun yasalgan. Yiroq musofirlik uchish vaqti F-15 ga qaraganda texmo afzallikka ega. Ig'irligi 16,38 tonna, uzunligi 22 metr. Eng yuqori sur'ati 3,35 machga yetadi. Rossiya havo armiyasining asosli kurashchi aeroplanlaridan biri. Hozirmi sobiq Sovet ittifoqi tomonidan Hindiston, Jungo va boshqa davlat rayonlarida ishlatildi. 9-o'rin turdig'ini F-11 taktikalik bombardimonchi aeroplan 1964-yili tunji qatimliq uchishni tamomlagan. Bu xil ovozdan tez uchadigan kurashchi aeroplan Amerika havo armiyasi tarixida bexatarlik jihatda eng yuqori o'rinda turadi. Uningga havodan qo'yib beradigan boshqariladigan bomba saplangan. Shunga eng yuqori darajalik harbiy aeroplan hisoblanadi. Uning ig'irligi 21,4 tonnaga, uzunligi 22 metrga yetadi. Eng yuqori sur'ati 2,5 mach. Qarinlik yangilash va yaxshilash elib berilgan hamda Amerika armiyasida toki 1990-yillarning oxirigacha ishlatilgan. 8-chi F-15 bombardimonchi aeroplan. F-15 bombardimonchi aeroplan Amerika havo armiyasining tunji turkumdagi 4-avlod kurashchi aeroplani. 1972-yili tunji asli nusxasi tunji uchishni tamomlagan. Eng yuqori uchish sur'ati 2,5 mach. F-15 bombardimonchi aeroplan havo urushida 100 qatimdan ortiq g'alabaga erishgan. Ig'irligi 20,41 tonna, uzunligi 19 metr keladigan Paris qo'ltiqi sobiq Yugoslaviya va O'rta Sharq jangchilariga ishlatilgan. Hozirgi yangilangan F-15 ga kurashchi aeroplan Amerika havo armiyasida 2025-yilgacha harbiy xizmat o'taydi. 7-chi MiG-31 tipli kurashchi aeroplan. 7-chi bo'lgani Sovet ittifoqining ovozdan tez uchadigan kurashchi aeroplani. MiG-31 tipli kurashchi aeroplan. Bu aeroplanning ig'irligi 21,82 tonna, uzunligi 23 metr, eng yuqori sur'ati 2,83 mach. MiG-31 tipli kurashchi aeroplan 1980-yillarning boshlarındagi Sovet ittifoqining tunji 4-avlod kurashchi aeroplani. O'zgartirilgandan keyin yiroq musofirlik havodan havoga qo'yib beriladigan boshqariladigan bomba qo'yib berish iqtidoriga ega bo'lgan. Ondan ortiq nishonni iz qo'g'lay oladi. Shuning bilan bir vaqtda ularning ichidagi 4ga boshqariladigan bombani qo'yib bera oladi. Checheniya urush mezgilida Rossiya havo armiyasi doim MiG-31 tipli kurashchi aeroplanini ishlatgan. Navbatda MiG-31 tipli kurashchi aeroplani Rossiya va Qozog'iston havo armiyasida 2030-yilgacha vazifa o'taydi. 6-chi XP-70 bombardimonchi aeroplan. Bu Amerikaning ovoz tezligidan odatdan tashqari yuqori bo'shliq strategik bombardimonchi aeroplani. XP-70 Amerika strategik aviatsiya ministerligi qo'mondonlik shtabining kashfiyoti. 1960-yillarning oxiri jami 2 dona XP-70 ni yasab chiqqan. Bu g'oyat zo'r aeroplanning uzunligi 56,6 metr, ig'irligi 115,3 tonna. Uchmoq eng yuqori surat bilan ucha oladi. Lekin eng yuqori suratda uchganda aeroplanning temperaturasi 330 gradusga o'rlab ketadi. Amerika yana bu bombardimonchi aeroplanda kishini hayron qoldirgan tannarxga loyiq yuqori hujum qilish iqtidori yo'q ekanligini bayqagan. Uning ustiga XP-70 ni hozirgi bombardimonchi aeroplan bilan solishtirganda hech qanday ro'shan afzalligi yo'q. Shunga Amerika uni faqat yangi texnikani taraqqiy qildirishga ishlatildi. 5-o'rinda turadigan Bell X2 Starbuck X2 ning vazifasi aviatsiya mexanikasining termodinamikasini tadqiq qilish. 1950-yillarning oxirida Amerika davlatlik aviatsiya olam qatnashi va Amerika havo armiyasining yordamida Amerika Bell shirkati bu aeroplanni loyihaladi. Ig'irligi 56,6 tonna, uzunligi 12 metr, eng yuqori sur'ati 3,1 mach. Uchish egizligi dengiz yuzidan 30 metrdan 60 kilometrga yetadi. Lekin 1953-yili bir voqea yuz bergan. Ayni chog'da aeroplan kontrollikni yo'qotib o'tgan va uchuvchining o'lishini keltirib chiqargan. Hodisa sababi aniq bo'lmaganlikdan X2ning tajribasi oxirlashgan. 4-o'rinda turadigan MiG-25 tipli kurashchi aeroplan. Ig'irligi 20 tonna, uzunligi 24 metr keladigan MiG-25 tipli kurashchi aeroplan 4-o'rinda turadi. Bu ovozdan tez bo'shliqda to'sib zarba berish kurashchi aeroplani boshqa har qanday aeroplandan tez. MiG-25 ni Sovet ittifoqi Mikoyan loyihalash idorasi loyihalagan. MiG-25 1970-yillardagi sovuq munosabatlar urushi mezgilida Amerikaning kurashchi aeroplanlarini to'sishga ishlatilgan. MiG-25
F-25 ga kuchlik radar seplangan. Havodan havoga qo'yib beriladigan tut boshqariladigan bomba intayin unumli. U yana ilgari Iroq urushida ishlatilgan. Hamda Rossiya, Suriya, Turkmaniston, Aljeriyada rasmiy vazifa o'tayotidi. 3-o'rinda turadigan Lockheed YF-12. Bu Amerika havo armiyasining 1960-yilning oxiri Lockheed A-12 tipli kurashchi aeroplanni isloh qilib chiqqan tipi. YF-12 ga 3 dona havodan havoga qo'yib berilgan boshqariladigan bomba o'rnatilgan. Eg'irligi 27,6 tonna, uzunligi 31 metr, eng yuqori sur'ati 3,35 mach. YF-12 bo'lsa harbiy aeroplan tarixidagi eng tez, eng ig'ir, eng cho'ng bo'lgan margan hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda turadigan bo'lsa S-271 tipli Qarqush nomli razvedka aeroplani. Sirtqi ko'rinishi o'xshashligi sababidan doim kishilar YF-1 ga o'xshatib qoladi. 71 S-2 Amerika havo armiyasi va NASA'ning razvedka ishlarida ishlatilgan. Eng tez sur'ati 3,35 ga yetadi. Ultra ovoz tezligida dengiz yuzidan 2,5 kilometr egiz joyda ucha oladi. 71 S-2 faqat yushurnib zarba berguchi emas. Uchish sur'ati o'zi qo'yib bergan boshqarilgan bombadan mutez, lekin eg'irligi 27,22 tonna, uzunligi 33 metr keladigan 71 S-2 ultra ovoz tezligida uchqanda hosil bo'lgan ziyoda qizib ketish tannarxining shiddat bilan eshib ketish masalasini keltirib chiqardi. Eng oxirida 1998-yili harbiy safdan chekingan. Birinchi o'rinda turadigan X-15. Nima uchun uzunligi 15 metr, eg'irligi 6,62 tonna keladigan bu kichik tipli aeroplan birinchi o'rinda turadi. X-15 bo'lsa bir raketa motori ishlatilgan aeroplan. Soatlik sur'ati 7274 kilometrga yetadi. X-15 oldi bilan B-52 tipli aeroplanlar orqali 14 kilometr egizlik elib chiqilib qo'yib beriladi. Qo'yib berilgandan keyin uchuvchi motorni qo'zg'atadi. Natijada X-15 3 turda dunyo rekordini yaratdi. Birinchi, Amerika havo armiyasi va NASA'ning orzusini amalga oshirib tunji olam bo'shlig'ida uchgan aeroplan. Ikkinchisi, dengiz yuzidan 100 necha kilometr egizlikka chiqa oladi. Bu allaqachon yer sharining chegarasidan eshib ketdi. Shunga uning soatiga 7270 kilometrlik suratga yetishi nihoyat oson. U 1970-yillarda ishlatishdan to'xtagan. Hamda 3 dona aeroplan ichidagi 2 donasi aviatsiya olam qatnashi muzeyi, Go'yo ichki ishlar mahkamasi sarayi va Amerika havo armiya muzeyiga o'tkazib berildi. Bugungi mazmun mushu yerda yakunlashdi. Sinchoq sinfilm salonining taraqqiyoti uchun bizni qo'llashni unutmang.